فكل من كان في Masjidga المسجد kirgan har qanday مؤذنا mo'min banda يؤذن uchun وهو فيه azon يحرم aytilgandan عليه keyin الخروج namoz في قول أبي o'qimasdan هريرة masjiddan رضي chiqib الله عنه ketish من haromdir. خرج بعد Zero الأذان Abu فقد Hurayra عصى أبا roziyallohu القاسم anhu وهذا kim يدلنا azon على أن هذا aytilgandan الفعل keyin محرم masjiddan لأنهم في chiqsa, علم Abul الأصول Qosimga يقولون إن osiylik الصحابي qilibdi إذا degan. قال من Ya'ni فعل كذا فقد Rasulullohga عصى osiylik فإن qilibdi أصح degan. القولين في Bu gap المسألة mazkur أنه ishning يدل على أن haromligiga هذا dalolat الفعل qiladi. محرم Chunki وضرب usulul له fiqh أمثلة ulamolari منها biror الخروج بعد sahobiy الأذان kim falon فالخروج بعد ishni qilsa الأذان ليس osiy bo'libdi بجائز desa, لأنه bu سبب masaladagi لتفويت eng صلاة to'g'ri الجماعة gap من جهة o'sha ishning وسبب آخر haromligidir deyishadi va لإساءة bunga الظن بهذا azon الذي خرج aytilgandan قبل keyin namoz إتمام الصلاة o'qimasdan masjiddan وإكمالها chiqishni عصى misol أبا qilib القاسم keltirishadi. وهذا يدلنا على Azondan أن keyin هذا فعل masjiddan محرم chiqish joiz لأنهم في علم emasligining الأصول يقولون sabablaridan إن biri الصحابي jamoat إذا قال namozdan من qolib فعل كذا ketish فقد bo'lsa, عصى yana bir فإن sababi أصح القولين في hali namoz المسألة poyoniga أنه يدل yetmay على turib أن هذا masjiddan chiqib الفعل ketayotgan محرم kishiga وضربوا nisbatan له أمثلة yomon منها gumon paydo الخروج بعد bo'lishidir. الأذان Shuning فالخروج uchun بعد الأذان azondan keyin ليس masjiddan بجائز uzursiz لأنه chiqish سبب mumkin emas لتفويت صلاة deyishadi. الجماعة من Ya'ni جهة uzr وسبب deganda آخر kishida namozga لإساءة monelik الظن qiluvchi بهذا qandaydir الذي sabab خرج bo'lishi قبل kerak إتمام yoki الصلاة masjiddan وإكمالها chiqayotgan وهذا odamning بلا namozga عذر qaytish إلا أن niyati يكون له bo'lishi عذر kerak. يمنعه Masalan, من tahorat olish الصلاة أو maqsadida يكون yoki راغبا qandaydir بالرجوع zarurat للصلاة بأن yuzasidan يكون قد masjiddan خرج chiqayotgan odam ليتوضأ أو ليفعل namozga حاجة qaytishni ثم niyat يرجع qilishi بعد ذلك lozimdir.